Assalomu alaykum qadrli obunachilarim. Ko'pdan beri video chiqarib bilmadim. Xudo xolasa bayon tarafına tez video chiqib turadi. Kanalimizga obuna bo'lmanglar, obuna bo'lib videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa bugun Hazaraspa Vizib bilan Barabanskiy antena ustonalikka qilish uchun yo'lga chiqdik. Xudo xolasa bu ishimizni bitirib, keyin oddiy o'zbek antena ustonalikasini boramiz. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol telefon orasida ekranda telefon nomer qo'yaman, bemalol telefon urishlaringiz mumkin. Uyingizga borib ustonalikka aytib beramiz. Kimga IPTV xizmati kerak bo'lsa ham bemalol aytaverasizlar. Undan tashqari ko'plab xizmatlarimiz bor. Smart emas televizorlar uchun smart boxlarimiz bor, routerlarimiz bor. Wi-Fi signali past bo'ladigan bo'lsa, signalni kuchaytirib beramiz. Qo'shningizning uyidan sizning uyingizga Wi-Fi tortib beramiz. Xudo xolasa biza yetib keldik. Tomosha etib boraverasizlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Birinchi ishimizni televizor durxonaga girdik va televizorni tekshirsak, nek signal bo'lib yotdi. Keyin yaqinlar DPga chiqdik, taralka o'ynab yetibdi. Shuni aytib yana qarashtirdim. Issamdim yomon. Yozga o'tirib yaqinlar bayon tarafına shunday bo'ladi. Shuni aytib instrumentlari yaydik. Sozladik va signalni ko'rsak, dim signal past bo'lib yotdi. Shuni aytib ishimizni davom ettirib turibmiz. Videoni oxirigacha ko'rib boraverasizlar. Xudo xolasa hozir sozlab, signalni ko'paytirib beramiz. Klientimiz xursand, biza xursand. Bizlarda sifat birinchi o'rinda turadi. Bemalol aytaverasizlar yaqinlar. Xudo xolasa sozlaban bo'ldik, endi ichkariga giramiz. Shuni sizlarga tunnelni ko'rsatib qo'ydim yaqinlar. Shunday tunnel olsangizlar, Barabanskiy antenada platniy kanallari ko'rsangizlar bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdan yaqinlar muammosiz ko'rsatib turibdi. Klientimiz xursand, bizlardan rozi. Muammo hal bo'ldi. Bemalol shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aytaverasizlar. Xudo xolasa endi asta keyingi manzilga ham yetsak bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lmanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa biza klientni rozi qilib, keyingi manzilga yo'lga chiqdik. Xudo xolasa endi o'zbek antenasini ustonalikka aytib beramiz. Xudo xolasa keyingi manzilimizga ham keldik yaqinlar. Issidim yomon bo'lgani uchun ustonalikani tez bitirib tashladik. Keyin sizlarga 4-etajda turib, bunday atmosferani ko'rsatmasam bo'lmaydi deb, bu ham qaratib qo'ydim. Atmosferaga qaranglar bu yaqinlar. Shu atmosfera uchun bir like bosib anglaydi. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar. Hayot go'zal deydi-ku. Hamisha yurtimiz shunday go'zal va tinch bo'lg'ay. Xudo xolasa endi ishimizni bo'ldik. Endi klientning uyiga kirib, xudo xolasa kanallarim qo'yib, xudo xolasa ko'rsataman. Videoni shu necha ko'rganlar bormi? Kommentariyada yozib ketinglar. Siz qayerdan bizning videoni tomosha qilyapsiz? Uni ham yozib keting. Bu biz uchun juda muhim. Xudo xolasa endi pastga tushamiz. Signallari ko'rib, kanallari ko'rsatib, klientni rozi etib, xudo xolasa ketsak ham bo'laveradi. Xudo xolasa ichondagi ustonalikasini ham bo'ldik. Hozir birgalikda yoqib kanallari ko'ramiz yaqinlar. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar. Televizorimiz ham yaqinladim, sekin ishlaydi ekan, ya'ni odamlar borku, ovqat bersang yesammi, yemasammi deb o'ylanib o'tiradi-ku. Bulam yansammi, yanmasammi deb o'ylanib turadigan xillardan ekan. Shuni aytib oxiri yandi. Xudo xolasa ko'rib turganlaringizdan kanallarimiz hammasi ko'rsatib turibdi. Buni ekranda ko'rsatib bilmay, YouTube qoidalariga to'g'ri kelmaydi yaqinlar. Shuning uchun shu holatida ko'rsatib turibman. Klientimizga qo'yib berib turibmiz. Shuni aytib qistirib ketibdi ekanlar mana yaqinlar.
Kimə shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa ham aytaverasizlar. Televizorlari devorlar o'rnatib beramiz. Shuni klient rozi etib biza uyga ketdik yaqinlar.